Nima model aka bu? Bu Hachka 28 deydi, akvarium kaldi. Hachka 28. Hurmatli obunachilar, sotuvga qo'yilyapti. Hozir to'laqonli ma'lumotini olamiz. Arzonga qo'yib yuborilyapti. Hozir yangi chiqqan texnikaning puliga dahshat traktor o'zini agregatlari bilan birga qo'shilyapti. Nima ishi bor aka texnicheskiy? Bu texnicheskiy ishi yo'q, hammasi qilingan. Motorlari yangi qilindi. Apparatura hammasi qilingan mana. Kecha klapanlarni torttirib qo'ydik, moyoqqan joylarni qildik. Orqa balonlar yangi. Traktorda olishadi, ishlatishadi. Buni aybi yo'q. Bu kalta zavod bo'ladimi yoki tushib ketadimi? Bu akkumulyator bo'lsa, kalta zavod bo'ladi. Akkumulyator bo'lsa, starter, generator hammasi yangi, har tarafdan. Balonlarning holatini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Akalar, o'rtacha bitta buqani puliga qo'yib yuborilyapti. Bitta buqani menimcha bitta buqadan bunchalik daromad ko'ra olmaysiz. Hozir qo'shimcha agregatlar bilan qo'shilgan holatda 25 million so'm bog'ga qo'yilyapti. Manzillari Toshkent viloyati Nurafshonda akalar. Holatini ko'ringlar. Yangi akkumulyator qo'ysangiz bo'ldi. Kalta zavod qilinar ekan. Yana o'zingizlar uchun buni tushungan akalarimiz mana. Yana o'zingizlar uchun kelib tekshirib olsanglar bo'ladi. Generator, starterlar hammasi yangi qo'yilgan ekan. Holati zo'r holatda turibdi. Nima ishlatdingmi? Kultivator, pochar, qaldirg'och, hamma narsasi bor kultivator. Mana shu 3 ta narsani qo'shilgan holatda berib yuborasiz. Mana naralniy, palonniy hamma narsasi bor. Hurmatli obunachilar, manzillari Toshkent viloyati Nurafshonda, egalar nomerlari pastda turgan bo'lsa, telefonga bog'lanib ko'rishingiz mumkin. 25 million so'm so'ralishi, kelsangiz ustida yana sunnatiga o'tib beradigan joylari ham bor ekan. Aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomerlari turgan bo'lsa. Traktorimiz holat.